farzandlaringizga 3 xislatni odob o'laroq o'rgating. Hubbi nabiyukum, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga muhabbat qo'yishni, ya'ni payg'ambarni yaxshi ko'rishni. Va hubba ahli baytihi, ahli baytni, payg'ambarimizni ahli baytlarini yaxshi ko'rish. Va qiroatul Qur'on, va Qur'onni qiroat qilishlikni yaxshi ko'rishlikni ularga o'rgating. Chunki Qur'on egalari qiyomat kuni Allohning soyasidan boshqa soya bo'lmagan joyda Alloh taolo ularni anbiyolar va asfiyolar bilan birga bo'lishliklarini Alloh nasib qiladi. Shuning uchun farzandlarimizga mana shuni nasihat o'laroq farzandimizga tushuntiraylik bugun. Ayni vaqti, ayni dami bu. Har xil narsalarni o'rgatmasdan bugungi kunda farzandlarimizga yoshligidan, oz-ozdan bo'lsa ham ularga odob va tarbiya beraylik. Toyinki ular katta bo'lganida qaysidir savollarni berishlikka orlanmasinlar. Yoshliklarda ilm o'rgansin, o'zimiz ham o'rganaylik.